qaranglar, 320 ni reja qilinglar, daraxt bo'yini. 320 sizlarning holatda maksimum balandlik sizlar uchun. Bundan tepaga chiqib ketsa daraxt, sizlar har yil o'sha yerdan urasiz. 320. Siz bo'yi shunda o'sha yerda turadi. Faqat buni vaqti sentyabrda. Endi savol nimaga sentyabr? Shuni aytmoqchiman, nimaga sentyabr ayni o'zimiz Nimaga? Buni ham javob bor. Daraxtlar bargi yo'g'ida kesilsa, ko'proq o'sadi. Bargi borida kessangiz, kamroq o'sadi. Endi biza nimaga sentyabr? Sentyabrda daraxtlar tinim davriga qarab yurayotgan bo'ladi. Ya'ni o'sish, ya'ni salqinlashgan sari o'sish ortga qarab ketayotgan bo'ladi. Bu vaqtda kesamiz, biz ko'p o'sishni xohlamaymiz. Biz nima deyapmiz? Maksimum balandlik 320 deyapmizmi? Bizga 320 dan o'sishini keragi yo'q, to'g'rimi? Bizga qolsa o'smasin, to'g'rimi? Lekin o'sadi. Endi biz shuni kamroq o'sishini xohlaymiz. Biz buni qishda kesib turib, yana bir 2 metrli shoxdan 8 tasi o'sib chiqishni xohlamaymiz. Kuzda kesamiz. Shu bo'lsa bir 30 santimetrlik, 40 santimetrlik shoxdan bir 5-6 o'sib chiqishni xohlaymiz. Tushunasizmi?